Diqqat! Yov navkarlari! Qani ketdik! Voy bolam, Ishlayapman, hozir. Qani yura qol bolam. Hop, oyijon, ishlayapti, ko'zma xotin. Ay, Shopir bola bu yoqqa yur. Meni yelkamga ezvording. Sabr qilsang, g'o'ridan holva olib shu. Qani qildiray, holvadan uzat. Yaxshi bola degin bolam. Kelin boshiga salom degin. Ne bo'ldi, cho'sh? O'ldirding-ku. Qani hamma, safos! Bu boshqa gap. Voy, Xudoga shukr. Ishqi baxtli bo'lsin. Hozir! Hey, Lutfi! Hey, bu yoqqa qara! Yig'ishtir, yig'ishig'ingni. Nima bu to'ymi, azami? Oppo! Ye. Hey, marhamat. Kelinglar, ikkala qilinglar. Qani marhamat. Bo'ylaringlar o'rgilay. Baxtli bo'l bolam, qani bolagim. Qani uzat bu yoqqa bulardan Qani olinglar. O'g'lim beri kechi. Peshonangdan bir o'p qo'ying. Qani, qara. Barakalla bolalar. Qani, olinglar. Nigoraxon. Qara, oyday yashnabsan. Oyijon, qizim. To'qatda bo'ladi, sir bo'lmasa. Siring nimasi o'g'lim? Mana shu o'zimizning maishiy xizmat uyini banket zalida bo'ladi. Jonimizda. Hada. Bolalar eshitdilarmi restoranda? Menga qara o'g'lim. Yunusni o'zi yarim yil devorlarni besab chiqqan. Yuz o'rda. Ko'payib ketishni bilan. Ayog'ini hisob qilmaysanmi? Hayır. Qaytinglar. Düştüm diye ver o gayne. Bana da yürüdün, adam kaçırıdan çıktın ya. Bunca hayal sürüp kaldıyız ki ya bana. Cim tur bir tas.
Nima gap? Endi nima qilamiz? Voy o'rtoq militsioner, biz zaksga kech qolyapmiz, bizni qo'yib yuboring. Naga to'xtatadi? Nima? Xayriyat-e. Mashinaga kirib o'tirsa aralashma. Bas qilinglar. Burningga nima qildi? Burnimni nima ishim bor, jahlimni chiqarma, bor joyingga. Bor. Rasvo qilding, jo'ra. Sen ham hozir boplayman. O'rta sersant. Bilasizmi? Kuyovbalani hech kim yo'q. 47-cha o'zimiz pul yig'ib uylantirib qo'yapmiz. Kelini dadasi gayida ishlaydi, to'g'rimi? To'g'ri, ana. To'g'ri. Opajon, iltimos qilamiz. Kech qolyapmiz. Iltimos, opajon. 4-chi marta so'rayapman sizlardan. Mashinada necha kishi o'tirish 4 kerak? kishi o'tiradi. Buni yosh bola ham biladi-ku, axir 4 kishi o'tiradi. To'g'ri kishi. Qani? Xudinchi? Menmi? Assalomu alaykum. Inspektor Ahmedova. Nima gunoh chiqib qo'ydingmi? Yo'q. Sizga sharafli topshiriq bor. Qani tush. Taksida borasan. Nima? Yur. Yursan-chi. O'zim shu payt kirib boraman. Inspektor bilan men o'zim gaplashaman. Aralashmalaring kim bo'lsalaring. Mashinani o'zim haydab boraman. Nimalar deyapsan? Axir shampanskiy ichgansan-ku. Nima qilib bir qutum ichganman? Anaqasi yo'q, baribir ichgan hisoblanasan. Bor, nega bugun xo'jayinlik qilib qolding? Bu ishga tumshug'i yetqasan, bu ishga tumshug'i yetqasan. O'rtang inspektor. To'xtasan-chi. Kuyov bolani mashinaga o'tkazing. Uylanyapman deng. Ha, shunaqa. Nega og'aynilaringiz sizni tashlab ketishdi? Ha, yo'q. O'zimiz shunaqa kelishib oldik. Og'aynilarim inspektorni tinchitguncha 1,5 soatcha vaqtim bor ekan. Zaksni uzib sotib olaman, guldasta zakaz qilaman. Keyin hammamiz birgalashib kelinlikka boramiz. Menga nima bo'ldi? Tag'in ko'ruvchim xuruj qilib qoldi shekilli. Nima bo'ldi? Mazangiz qochdimi? Shundoq kunda omading kelmadi kuyov. Nega bo'lmasa buni hali aytmadingiz? Liniyaga chiqqanman. Ilojim yo'q edi. Mayli, bo'lmasa boshqa mashinaga tusha qolaman. Yo'q, olib borib qo'yaman. Yaqin yo'l bor, hozir kesib chiqamiz. Svetoforda qaysi rang yoniq? Yo'limiz ochiq. Qayoqqa? Nigora! Tez yordam! To'xta birodar, to'xta. Hey, deplasang ichida boshqa yo'llar. Birodar, o'li diyorsa to'xtasan-chi. Odamlarga ham hayronsan, yordam so'rasang baqiradi-ya. To'ylar muborak, kuyov bola. Kuyov bola, yugur. To'g'riga yugur. Zaksga yaqin qoldi. Kech qolasan bo'lmasa. Yordam beringlar! Bir pas chidang. Hozir o'tib ketadi. Bemorni darhol operatsiyaga tayyorlang. Yaxshi. Rahmat. Hay dadasi. Labay. Menga qarang. Axir mashina topamiz degandingiz. Qani o'sha mashinangiz? Hali samolyot ulgurdi ham 4 soat uchamiz, baraka topkur. Mashina bor, shofir yo'q. Kep qolar. Shopir yo'q. Qayoqqa ketgan ekan bu shopir? Hay dadasi. Bu yoqqa keling, bu yoqqa tezroq. Ana shopir. Boring, tezroq gaplasha qolsangiz, boring. Yo, bu shofir emas. Doktor-ku. Shopirga o'xshaydi-ya. Cholni ko'rsam, bu ham beror ekan-sanda. Qayg'urga ketdik, shopir qurgur. Kela qolsa bo'lardi. Bunaqada kelinimni qachon ko'raman? Intizor bo'lib ketdim-ku. Voy, shopirga o'xshayapti. Hayronman. Hey shopir,
o'g'lim. O'g'lim. Hey, biz bu yerda bizga dovdiraysiz. Voy bo'ldi, hozir tiqirib qilaverasanmi? Jonga tegding-ku axir. Mana mashina turib qaqqayib kelib qolar hozir shopira. Bo'ldi. Odamlar yig'lamasa nima qilar ekan? Bas qil, xotin, bas qil. O'g'lim to'yga kech boramanmi? Qarab o'tirsiz. Tavba. Mayli, o'tiringlar. Bo'ldi qil. Olib borib qo'yaman. Voy. Voy, o'rgilasiz. O'zim ham aytib o'tiraman, shofir deb. O'zim mana bular bo'lsa doktor deydilar. Jon bolam, Xayriyat, barakallah, barakallah, barakallah. Rahmat, rahmat. Qani xotin. Hey dadasi, to'ydan keyin qayerda yotamiz? Men qudalarnikida qolmayman. Ko'chada qolib ketmasmiz. Axir bir gap bo'lar. Ha yo'q, mehmonxonaga boramiz. Mehmonxonaga seni kiritishmaydi. Nega kiritishmas ekan? Nima, men odam emasmanmi? Odamlikka odamsan. Ikkalamizni bitta nomeriga qo'ymas ekan. Voy, nima uchun? Zaks qog'ozimiz yo'q-ku. Voy sho'ra. Voy, o'ynashni olib keldi deb kiritishmas ekan. Voy sho'ra. Voy sharmanda. Hay dadasi. Anov olma, o'zimdan beramiz. Hozir olmaydigani bor ekanmi? Albatta qo'yishadi dadasi. Qani ketdikmi? Doim ahvol shu. Biron narsa yo'qotdilarmi ne mana? Kalit. Kalit. Savolatingizni qarang-ku, mashinani qo'ygan joyingizni qarang. Qatdan chiqqan tashiysiz? Qatdan chiqqanim o'zim bilmay qoldim. Agar boshim g'alvaga qolmasin desang, mashinani joyiga qo'y. Qiziq ish bo'ldi-yu. Shofyor kasalxonaga tushib qoldi. Mashinasida aeroportga odam olib bordim deb tushuntirgunimcha, oho, qancha vaqt ketadi. Kira qilib yurgan deb o'ylaysiz-ya? Yo'q. Undan ko'ra odam olib bo'lsa ham, tezroq zaksga yetib olish harakatini qilay. Og'aynilarim kutib qolishgandir. Ha, mayli. Hali bir soatcha vaqtim bor. Sekrayor, ye. Qo'rqma jonivor, men bo'laman, akang bo'laman, jongina menman. Qo'rqma, aylanay. Ochiqni aytsam, qo'rqoq emasman. Lekin meni darim bor. Kamina qo'li gul sartaroshlardan. Ayollar prichyozkasi bo'yicha mukofot olganman. 1970 shu yili olganman. Iltimos qilaman, o'rtoq taksichi. Ko'cha harakati qoidalariga rioya qiling. Kechirasiz. Sal xayolim qochibdi. Taksichi, men sizga aytsam, xayol surmay yo'lga qarashi lozim. O'tin olib ketayotganingiz yo'q. To'g'ri, siz haqsiz-ku. Lekin men taksichi emasman. Bugun hozir Kimsiz bo'lmasa? Arxeologmisiz? Haligi kavlab yangi shahar topadigan. to'g'ri, arxeologman. Bay, yomon sastingda uka. Nima balo, paravozmisan? Bo'ldi, chekma. Hovlarim bezov to'layapti. Chekish mumkin emas deb mana yozib qo'yilmagan. Chekaveraman. Bu tovuq antiqa tovuq. Uka, sen nimani bilar eding? Faqatgina tuxum yeyishni bilasan xolos. Bilasanmi? Bu tovuq har kuni ikkitadan tuxum qiladi. Qarandachilik fabrikasida nasldor tovuqlarni ko'rib bo'lyapti. Shunga chaqirilganman. Bu nasldor tovuqqa. Nimaga qiskirasiz? Nimaga qiskirasiz? Tovuqlarni musobaqasi yetmay turadi endi. Tovuqlarni parqiga borasanmi o'zing? Tavba! O'char! Muzikani o'char! Tovuqni tuxum qilib qo'yadi. Bunaqangi tovuqni 7 iqlimda topolmaysan. Men dutor cholib, buni ota-buvasidan boshlab tajriba qilib ko'rganman. Bildingizmi? Andijon aeroportida bir bema'ni odam bir muzika qo'ydirib yubordi. Tovuqni bitta tuxum qilib qo'ydi. Endi bittasi qoldi. Unisini komissiyalar oldida dutor cholib, tuxum qildirib beraman. O'chirdim-ku muzikani tovuqni tuxum qo'yadi. Qanaqa odamsiz bo'lsa, cheksam undoq deysiz, muzika qo'ysam undoq deysiz. Qanaqa injiq passajirsiz?
muzika qo'ysam fantaziyam keladi. Yangi prichyoskalarni o'ylab topaman. Dettarole. Ayman balomi? Ayman balo. Voy olinglar. 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 Voy sashim. Voy sashim. Yo'q sashimlaringni. Boshim qani mana? Kattalar bu ketib qolmasin. To'xtat, taksimi bu o'zi? Yo'q. Hayvonot boqimi bu? Sochim qani mana? Yo'q. Sigir o'xshay. Axir har bittasi 500 so'm beradi, 500 so'm. Mashinangni bu yerga ketaman, bu yerga ketaman. Qanaqa odamsan o'zi? Endi ilhomim kelyapti-ya. O, ko'payib ketyapti-yu. Singlim mo'ljaldan oshib ketdi. Bu yog'i nima bo'ladi endi? Qo'yaring, bir marta uylanadi. Shov ketsa ketsin, obro' ketmasin, parvo qilmang, parvo. Tovuqlardan ham, kaptarlardan ham, tuxumlardan ham qutuldim. Endi biron joydan telefon qilay desam, baribir hamma telefonlar ishlamaydi. Undan ko'ra o'zim tezroq yetib olaman. Xayriyat-e. Qani ketdik akasi. Yura qolsang-chi. Bo'ldi, to'ydim. Mashina hech qayerga bormaydi. Mashinani ham padariga la'nat. Hech qayerga bormas ekanmiz, hech qayerga bormas ekanmiz. Ovozingni o'chir. Ha bola, menga qara deyman, qayerga ketyapti? Ha bola, ovozingni o'chir. O'tir deyman senga. Menga qara. Agar shu mashinadan bir qadam jiladirgan bo'lsang, kuningni ko'rsatib qo'yaman. Tushundingmi? O'sha shalpon qulog'ingga borib aytib qo'ygan. Voy boshim. Voy, shuma ko'rgan kunimsan sana. Shuma. Shoshmay tur. Men senga bir ko'rsatib. To'xta. Birontanglar yordam bersanglar-chi. Shoshmagin, menga qaragin o'g'lim, menga qaragin. Ikki og'izgina so'zim bor o'g'lim, shoshmagin. Nima gap o'zi? Jinni-pinni o'rgansan? Yo ish o'rgansan? Ha, ish o'rganman. Masman, kayfim taraq. Bugun meni to'yim tushunsa-chi, va hech kim tushunmaydi-ya. Hozir mashinani bironta daraxtga uraman-ku. Sizni ham, navarangizni ham, o'zimni ham dabdala qilaman, tushunabsizmi? Dabdala qilaman. Voy, masxara ovozmisan yo taksi ishimisan? Hey! Shoshma. Deyim. Yana. Uyalmaysanmi otang tengi odammi? Yermaqi yana, ha? Kechiring. Bugun ishim yurishmay turibdi. Senikidan meniki 5 marta. Mana bu jinqarchani yer tarafdan bir orqasidan quvaman, o'zini bir balo qo'ymasin deb. Nima qilib qo'yish mumkin? Yosh bolaga ishonib bo'ladimi? O'zini borib osadi yoki mashinani tagiga tashlaydi, ha? Jonini qadriga yetadimi? Axir bizni butun tumonat odam tutib turibdi-ku. Bu o'sa qochgan. Ana uni qara yana qochib ketyapti-ya. Yugur jononim. Nega qoqqon qoziqdek qaqqan yeb turibsan, ha? Isanchi.
eshityapsanmi yo'qmi? Chap tomondan ha. Kesib chiqqin, aylanib o't. Eshityapsanmi yo'qmi? Yo'qmi? Qanaqa bola voy? Quloqing bormi yo'qmi o'zi? Qanaqa odamsan o'zi? Kesib o't kim deyapsan senga? Ha? Qo'lga tushdingmi? Kechirasiz. Voy jonim ey, xirapachadek buncha yopishmasam. Ana endi qo'lga tushding. Ha, qalay bo'lar ekan? Qani? Yur, buvayni oldiga. Boshimga bitgan balo bo'lding-ku. Hozir men seni buvayni oldiga olib boraman. To'xtat turing. Nima? Молодец! Xuddi buvayni o'zisan ha. Kuyobachi! Nima deysan? Kuyobachi! Ishtongiz qolib ketdi. Orqamdan olib borib ur-ey. Ishton deydi ya. Qo'shniga olib ketyapsanmi? Hey, yetakini olib bermaysanmi? Qanaqa inson yeysan? Hozir tushar senga men ko'rsatib qo'yaman ha. Qo'yvar bo'pma. Mana sizga. Qo'yvaring. Voy. Qo'yvaring. Men sevaman, sen sevasan. Gezasan. So'zlarimdan yod ezasan. Yuragimdan hech sezasan. Men sevaman, sen sevasan. Maftunligida o'zim bo'libman, jamolingni ko'zim bo'libman. Maftunligida o'zim bo'libman, jamolingni ko'zim bo'libman. Dilimdagi so'zim bo'lib, yuragimdan sen sevasan, men sevaman. Sen sevasan. Olib ketar har yoni hayolim. Qanday tushdi senga zolim. Gar sevmasang kechar holim. Yuragim hech sevasan, men sevaman. Har kim güzel yolturgan güldan, su içadi ko'ngil güldan. Har kim güzel yolturgan güldan, su içadi ko'ngil. Dadasi. Dadasi gapim bor, bu yoqqa yuring.
Kelinoyini gap bormish. Xo'sh, nima deysan? Say dadasi, bolalarimizdan daragi yo'q-ku. Tinchlikmikan ish qilib. Doim ahvoling shu. Xafa bo'lsang ham yig'laysan, xursandchilik bo'lsa ham yig'laysan. Xotinlar zoti juda qiziq bo'ladi bir tavba qil. Nima? O'g'lingni fe'lini bilmaysanmi? Birontani hojatini chiqarib yurgandir. Yo bo'lmasam, hayvonot bog'iga kirib birorta fil xarid qilayotgandir. Voy, o'lmasam, filni nima qiladi? Nima qilardi? Kelinchakka sovg'a qilmoqchi bo'lgandir-da. Hazilingiz qursin. Umringiz bino bo'lib, mani gapingizni hech ham eshitmaganman. Voy dadasi, ha qilasiz-ku. Yakkayu yagona o'g'lingiz ham o'ylamaysiz. Nuqul hazillashganingiz hazillashgan. Nima balo? Nima rais? Jonidan to'yganmi? Uyidan qochib ketsa, o'zini suvga tashlasa, Balkim o'lmoqchidir. Konservatoriyaga qarab qochib ketyapti. Bugun imtihon ekan. Ha. Buvayni, ota buvayni qilgan kasbini qilsang-chi. Buvayni buvasi. Men, otang ham, xullas avlodi ajdodimiz darvoz o'tgan. Ha. Shularning kasbini qilishing kerak. Bu kishi ashulachi bo'larmishlar. Ashulachi. Senga vaqtida keladilar deb. Assalomu alaykum otaxon. Salomat bormisiz otaxon? Assalomu alaykum, xush kelibsiz otaxon. Mana, ko'rdingmi? Qancha odam kutib o'tiribdi desam ishonmading. Katta odamning gapiga quloq solsang, baraka topasan o'g'lim. To'g'ri. Sizlar chapay chalinglar, chapay. Yana yolvoraman sizdan. Ketib qolmang bu yerdan. Ketib qolsangiz, o'zimni dordan tashlab yuboraman. Nima? Hey! Nima demoqchisan? Iye, bilmabmiz-ku. Poytaxtimizdan mehmon ketdi-ku, ha? Qani bu borayim bo'lmasa, aziz mehmonni kutib olaylik. Marhamat sizlar. Marhamat mehmon. Qanday qilib yursinlar? Nima qilyapsizlar? Yemasinlar. Men mehmon emasman. Mehmon emasman. Masiychiman. O'zimni to'yim bor. Sekinroq. Aziz mehmonga panorasi qo'l olib kelinglar. Kerak emas, to'nlaring kerak emas. Muborak bo'lsin. Juda ham yarashdi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Juda ham yarashdi-da. Juda ham. Men ketishim kerak edi-yu. Buyursin. Juda ham yaxshi. Do'stlar, tomoshabimiz boshlanadi. Nima? To'nni yechib beraymi?
Oyi, yiqilib tushsa-ya? Parvo qilmang, yiqilmaydi. Barnoqo anoyi qizlardan emas. Bu qiz meni nabiram Barnoqon. Kamina aday chechayni mana shu dorda o'rgatganlar. Ha, yerda qanday yursa, dorda ham shunday yuradi. Ketib qolsangiz, o'zimni dordan tashlab yuboraman. Rahmat qizim, mana men hozir o'zim chiqaman. O'zim chiqaman dedingizmi, otaxon? Yosh bola falakda ya? Ya? Bir yigitchalik kuchimiz bor hali. Nima deyapsiz? Chiqaman dedim, chiqaman, ha? Hozir qirchillama vaqtim ogasi. Qani, marhamat, to'rga emas, dorga chiqasiz. Men nimaga chiqmas ekanman? Chiqasiz. Mana hozir ko'rdim. Men nima qilaman? Mana osh bo'lib falakka chiqaruvchilar. Eshitdingizmi, qardosh? Qanday kelinglar, qanday? Shaharga olib borib qo'ying. Nimaga? Iltimos, yarim soatdan keyin imtihon boshlanadi. Yo'q demang, o'tiraman. Buvam dordan tushsalaring shirasi bor bo'ladi. Yuring. Alo, taksoparkim bu? Va'da bergan Alixo'jayevingiz qani? Kelmasa butun gayini oyoqqa turg'izaman, tamom. Barcha avtomashina patrullari va GAI postlari diqqatiga. 9913 TNZ nomerli gaz 26 avtomashinasi darhol to'xtatilib, Xalqlar do'stligi va Furqat ko'chalari chorrahasiga yetkazilsin. Natijasi ma'lum qilinsin. Qaytaraman. Endi qo'lga tushdim. Xayriyat. Shu bahonada mana shu padaraga la'nat mashinadan qutuladigan bo'ldim. Muncha cho'zdinglar. Hammasi tushunarli, to'xtating, mana mashinani oling. Kerak bo'lsa. Havo yaxshi. Bosh ishlar qilay. Qalay emasmi? Hazilingni qo'yib tur, tayyormisan yo'qmi? Shuni sendan so'rayapman. Tayyorman. Ha, bu boshqa gap. Siz ishingiz qalay? Taksoparkka telefon qildingizmi? Ha, qildim. Hali ham xo'p gapmi? Xom gap. Xom gapga ishonib o'tiraversa ishimiz hech ham pishmaydi. Shubhalar axir. Bunaqa meni tiriklaring o'rgatqasizlar. Qani yaqinni choy. Qani stulim. Militsiyani ko'pligiga qaraganda muttahamlarni zo'ri qo'lga tushganga o'xshaydi. To'g'ri aytasan o'g'lim. Bunaqa muttahamlarni televizorda ko'rsatib, xalqqa tanitib qo'yish kerak, bilib qo'ysin. To'g'rimi, bolarim? To'g'ri, to'g'ri. Borimiz oshini kutaverib, ko'zimiz to'rt bo'ldi-ku. Qani. Qizlar, tezroq. Imalamanglar. Bo'linglar, bo'linglar. Tangorni PKga keltiring. Bo'linglar, tezroq. Qani. Marhamat. Yetadi. Kadrda burro gapiring. O'zingizni erkin tuting. Ko'proq iljayvuring. Lekin chegaradan chiqib ketmang. Tishlarim qivir-qivir. Tamas, ko'rsatuvimiz rangli tasvirda bo'ladi. Hamma tayyormi? Boshlaymiz. Salom, aziz o'rtoqlar. Hammangizga ayonki, shu kunlarda shahrimizda ko'cha harakati xavfsizligi oyligi o'tkazilmoqda. Biz bugungi ko'rsatuvimizni ajoyib shahrimizdagi gavjum chorrahalarning biridan olib boryapmiz. Ko'rsatuvimizda taksopark haydovchilaridan biri Alixo'jayev ishtirok etmoqda.
Birinchi galda sizning nomingizdan Alixo'jayevni erishgan mehnat g'alabalari bilan tabriklashga ruxsat etgaysiz. Hozir siz ko'rib turgan Alixo'jayev o'zining xushmuomalaligi va halol mehnati bilan shahrimiz mehnatkashlarining hurmatiga sazovor bo'lgan. Nima edi? O'rtoqlar. Men nima deyman? Nega dovdiraysiz? O'zingizni bosib oling. Rejissyorning savoliga javob berib turing. Tushundingizmi gapimga? Tayyorlaning. Boshlaymiz. Motor. Qani, aytingchi, nima uchun siz shofyorlik kasbini tanlagansiz? Nimalar deyapsiz? Men bor yo'g'i havaskor shofyorman, xolos. Ko'rib turibsizki, ajoyib xususiyatlardan yana biri kamtarlik ekan. Aytingchi, sizning mashinangiz kapital remontsiz qancha kilometr yo'l bosishi mumkin? Yo, siz menga bir narsani tushuntirib beringiz. Siz meni kim deb o'ylayapsiz o'zi? Siz mening bir savolimga javob bersangiz, sizning 99.13 TNZ mashinangiz kapital remontsiz 100 ming kilometr masofani bosib o'tishi mumkinmi? 100 ming kilometrni qaydam yursa kerak, yaxshi mashina deyapti-ku. Ha, ilg'or kishining haqiqiy javobi ana shunday bo'ladi. Qarang, shofyorimiz kamtarlik qilyaptilar. Biz aminmizki, hurmatli teletomoshabinlar, bu kishi 200 kilometr masofani ham kapital remontsiz bosib o'tadilar. Menga qaranglar, militsiyaga xabar qilsak-chi, nima bekordan bekorga bizni sharmanda qilib ketaveradimi? Ko'zini kattaroq ochtirib qo'yardik. To'g'ri. Alixo'jayev kvartal yoki yil planini bajarish bilan cheklanib qolmay, kollektiv jamoat ishlarida ham faol ishtirok etadi. Mashinasiga mehr bilan qaraydi, kundalik mayda remontlarni o'zi qiladi. Mana shu hol ham uning naqadar beg'arazligi va sof vijdonli ekanligidan dalolat beradi. U ayniqsa yoqilg'ini tejash borasida kollektivda o'rnak bo'lmoqda. U har kuni ishiga va misoli bayramga otlangandek keladi. Mana, o'zingiz ko'rasiz. Bugun ham Alixo'jayev ishga xuddi to'yga borayotganday yasanib kelgan. Joyizga boring. Biz balo bo'lyapti, o'zi etakasini tanimay qoldi. Uning halol mehnati va kollektiv orasida Sen qachon kelib qolding? Ko'kdagi modelik mashina istagiga kirib ketdi. Bunday ilg'or haydovchilar Mashina kirib ketdi? Qani ko'rsatchi, hozir oldiramiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizdan birida albatta hikoya qilamiz. Nigora. Hey, yakın çizin. Şuraya bak. Tez acil. Oy. Tinchlik bo'lsa? Hali yosh bo'lishiga qaramay Alixo'jayev 4 farzandning otasi. Uning umr yo'ldoshi Kimyoxon shahrimizning 4-dorixonasida ishlaydi. Kimyoxonning surati apteka boshqarmasining hurmat taxtasida hamisha osuli. Afsuski, Kimyoxon bugun ishda bo'lganligi sababli ko'rsatuvimizda ishtirok eta olmayapti. Er xotin o'z farzandlari Hasan bilan Husan, Fatma bilan Zuhralarni mehr bilan tarbiyalab, voyaga yetkazmoqda. Ota o'lgurni Yunus deding-ku menga Nigor. Endi ko'rsatuvimiz nihoyasida. O'zim ham hayronman. Tomoshabinlar Alixo'jayev iltimosiga Nimasiga endi hayron bo'lasan? Alijon, ayting-chi, qaysi to'lamachi odam ekan? Siz davriga ketgan yalla ansambli. Ishongim kelmayapti. O'zing ko'rib turibsan-ku. Bilmasam, Alixo'jayev balki yaxshi ko'rar, lekin barakalla. Hozir aziz mehmonimiz va sizlar uchun ashula ijro etiladi. Vokal chalg'u ansambli Yalla. Terak, bizdan sizga kim kerak? Oq terak, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak? Oq terak, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak? Oq terak,
ko'p kerak, bizdan sizga kim kerak? Dilim gapayma, dili shirin, dili qat, fikri ishqim unga shakar. Menga qaranglar. Shalpay qullar ha, bo'y basti kelishgan, osonroq o'lib chiqmadimi suvdan? Yo'q. Kerak, ko'p kerak, bizdan sizga kim kerak? Mana shu atrofda cho'kkan odamni ko'rmadinglarmi? Bir pas ketishsak o'sha odam o'ziz bo'lardingiz. Sizlarga baxt, saodat tilayman. Rahmat. Kechirasiz. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli. Biz bu yerga kelin bilan kelishimiz kerak edi. To'yimiz bo'lmoqchi edi. Ertalab ko'chaga yigitlar bilan chiqdik, ozgina shampanskiy ichdik. Keyin mashinada ko'pchilik ekanmiz, inspektor tushirib yubordi. Men taksiga o'tirdim. Taksichi kasal bo'lib qoldi. Uni kasalxonaga olib qo'ydim. Keyin choli kampirlarni aeroportga olib bordim. U yerdan yana 3-4 kishini zo'rlab mashinaga o'tkazib yuborishdi. Tovuqlar, kaptarlar deysizmi, tuxum deysizmi, nima balolar bo'lib ketdi. Endi bu yoq nima bo'ladi? Bir oydan keyin kelasiz. Nima? Ha. Bir oydan keyin? Qoidamiz shunaqa. Qanday? Marhamat. Kelinglar. To'yimiz bo'lish kerak edi-ku. Kechirasiz. Bir oy dedi-ya. Bir oyning ichida Nigora meni aynab qolsa nima qilaman? Ha? Yo'q, ayni sigaretam bormi? Mana. Sal pastroqda chekaverasizmi? Chekaveraman. Yo'q, olovini bermaysizmi? Qarab chekishargina. Singlim, siz ham ish chatobaga o'xshaydi, ha? Mendan biron yordam kerak emasmi? Ha? Yonib ketyapsiz. Mendan yordam kerak emas. Valijon, yaqinda armiyadan qaytib keladi. Qaynonam to'y kunini ham belgilab qo'ydi. Arizamizni ertaga ham, indinga ham qabul qilishmasmish. Ro'yxatga yana oydan olamiz deyishdi. Yaxshilab o'ylab ko'rarmishmiz. 2 yildan beri kutaverib ko'zlarim to'r bo'ldi, o'ylab ko'rmish. Yig'lavordim keyin. Tashvish qilmang. Oldin to'yni o'tkazib, keyin zaksdan o'tirasan. Meniki ham xuddi shunday bo'lyapti. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Qaynonamda ham halovat yo'q. Juddi ham qattiq qo'l ayollarki. Lekin ziqnamas. Alohida uy bo'shatib qo'ydilar. Remont qildiryaptilar. Tavba, to'yni dahmazasi shunaqa ham ko'p bo'lar ekanki, asti qo'yaverasiz. O'li agar. Bunaqada jinni bo'lib qolish mumkin. Hozir. Shoshmay turing, hozir pul olib chiqaman. Pul kerak emas. Bu nimasi bo'ldi yana? Axir aytdim-ku sizga, bir tiyin ham kam bo'lmaydi. Voy, hoy, musiqa
mehmonlar, bu galvarsning so'zini eshityapsizlarmi? Eshityapsizlarmi? kampir, hali men sizga yomon gapirganim yo'q. Kechir o'g'lim, kechir. Javlisida shunday devoribman. Bu boshqa 3 kundan keyin o'g'lim armiyadan keladi. Ha, to'y qilmoqchiman. Endi nima qildim? Yigora meni o'ldiradi. Haloyiq. Asabni avaylang. Asab qayta tiklanmaydigan narsa. Shunday. Ochig'ini aytganda, pul qo'lga kiri. Mana tanga. Qo'yaver bolam, qo'yaver. Yo'q, kerak emas. Taksichiga ham o'xshamaydi. To'g'ri. Aylanay, bo'ylaringga qoqindiq. Men o'zim yolg'izman. O'g'lim yaqinda armiyadan keladi. Uylantirmoqchiman, ha. Ani qo'rqishga hech tushuntira olmayapman-da. Yordam ber. Agar o'g'lim shatta bo'lganda qancha ish bo'lsa ham o'zidan qolmasin. Chiq. Voy bolam, ey, ana u yulg'ichni hech ko'ndira olmayapman. O'zing bir gaplashib qo'ygin, aynalay bolam. Buni qara. Mana, ana o'zi. Mana shu devorni albastir suvoq qilish kerak. Yana bir baloga yo'liqdim shekilli. Mana bu albastir. Mana bu suv. Hammasi bor. Faqat albastirlash kerak. Mana shuni suvoqdan chiqarib berish necha pulga tushadi? Bilmadim. 10 so'mcha bo'lsa kerak. 10 so'm? Hay, eshitdingmi? 10 so'm deyapti. Men unga 25 so'm beraman desam, u 75 so'm deydi-ya. Odamgarchilik qilmabsiz, og'ayni. Xolamizning pensiyalari ham shuncha bo'lmasa kerak. Yo'q, pensiyam 120 so'm. Sen o'zing qayerdan kelib qolding, Olifda? O'sha shotchiging urgani 1 so'm bo'lsa-yu, odamlardan 2 so'm shilib olasan. Tag'in odamgarchilikni pesh qilasan. Nima? Sen menga pul berganmiding? Hay, nima qilyapsizlar? Ha, qo'yvoy. Qo'yvoy deb hozir chirpirab qo'yaman. Qo'yvoy, kasbim bu yetasan, bu to'yda kelgan kasbim. Oyog'imni qo'yvoringlar. Qo'yvoy deyman. Voy, sho'ra qilishni yetmay turibdi. Qo'yvoy deyman. Chirpirab qo'yaman. Nima qilib qo'ydingiz? Bu to'yga keladigan kostyumim-ku. Ziyoni yo'q. Kostyuming quriydi. Menga rahmat degin. Ha, bo'lmasa abjag'ingni chiqarib yuborardi. Mana men degan doktorlarim seni odam bashara qila olmas edi. Hay. Bor, ketma nima abjag. Ha, yo'q, o'zim chiqaman. To'xta, o'zim. Qurog'imada. Ha, Yulduzxon, yuraqa. Chorsiga boramiz. Mashina bo'lsa tayyor, boshqa usta olib kelamiz. Mashina? Qanaqa mashina? Hech qayerga bormayman. O'ldirsangiz ham hech qayerga bormayman. Mashina haydash jonimga tegdi, tushundingizmi? Jonimga tegdi. Undan ko'ra hammasini o'zim albastir suvoq qilib beraman. Lekin hech qayerga bormayman. Axir bugun meni to'yim bor. Voy, odamlarga qanaqa tushuntirsam ekan, nega ishonishmaydi? Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Kimyoxonni chaqirib bering. Ha, kimyoxonni? Men kimyoxon. Siz? Biron gap bo'ldimi? Balki meni yordamim tegishi mumkindir. Yo'q, men ayta olmayman. Dadil bo'l. Haqiqat uchun kurashish kerak. Gapirmaysanmi? Sizni eringizni hozir televizorda ko'rsatishdi. U juda ham ajoyib odam ekan. Sizni ham televizorda gapirishdi. Siz ham juda ham ajoyib ayol ekansiz. Sizni bolalaringiz ham bor ekan. Baxtli bo'linglar. Men bo'lganimcha bo'ldim. Devor albastirlash amaki emasga o'xshaydi. Hech qisi yo'q. 10 minutda kostyumim quriydi. G'izzatga yetib boraman.
Oz bo'lsa ham vaqtim bor. O'chiring ovozni. Boshlandi. Esimdan chiqibdi teksti. Qanaqa tekst? O'zimniki. Siz aybdorsiz. Ehtimol. Ha. La 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 la. Ha. Yaxshilikka bosin chiqar. Hozir. Hey! Kim bor? Yordam beringlar! Yordam beringlar! Yordam beringlar! Voy, vo! Hey, birodar, tezroq haydasanchi, juda kech qolib ketdim-ku. Oynaxon kuyov qochib ketdi deb o'tirishgan. Agar to'y qoladigan bo'lsa, otamni boshqa qo'yaman. Hey, silkitmay yursanchi. Mal ko'tar. Bu yoqqa. Sekinroq, esing bormi o'zi? O'ldirasan-ku. Qo'rqma. Qumruxon opa! Qumruxon opa! Kim bo'ldi? Qumruxon opa! Voy! Qo'rqmang! Bu men, qo'rqmang! Voy, Nigora, qayerdasan? Voy, o'lmasam. Voy, Xudoyim. Voy, qayerdasan, Nigora? Voy, Nigora kerakmi? Voy, Nigora kerakmi? Hozir chaqirib beraman. Nigora kerakmi senga? Hozir. Mana! Voy! Oyog'im, voy! Voy! O'lmasam. Voy, to'rt! Voy! Nigorani chaqirib yuboring. Nigora? Mana senga Nigora. Mana! Voy, urmang, nimaga uradi? Kuyovgina uradimi? Uyat bo'lmaydimi? Mayda, tushir! Sochingiz buncha qattiq? Bo'ldi.
pisand qilmang, hozir bir pasda qurib qoladi. Yaxshiyam qaynagan suv. Meni qaynanam juda saxiy odam. Qani, ketdik. Bugun nechinchisi? 13-chi. yig'lagan. Xayriyatchi. Yo'l beringlar. Yo'l beringlar bizga. Oyi! Dada! Hurmatli mehmonlar! Tashqi chiqmanglar. Men tirikman. Soppa sog'man. Nigorani chaqiringlar, Nigorani. Tezroq. Jura! Nigorani chaqir. To'ylar muborak o'rtoqlar. To'ylar muborak. Aytmovdim senga u yana bitta hangomani boshlagandi.